Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biz Xalq banki Sharxon Bixen kichik biznes bo'limi xodimlarimiz bugun mana uchrashuv kunimiz ekan Xalq banki mijozlari bilan. Biz endi asosiy nimamiz Xalq bankimizda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlar. Kimdir endi internetdan ko'rib ma'lumot olyapti, kimdir vaqti yo'q. Shuning uchun biz sizlarga shunday yig'ib ma'lumotlarni bermoqchimiz. Hozirgi kunda asosan yuridik mijozlarga beriladigan kreditlarimiz birinchisi bu patta 312, ya'ni 100 milliongacha garovsiz kreditlarimiz. Bu aylanma mablag' va jihozlash uchun olinadi, uskuna sotib olish uchun. Aylanma mablag' to'ldirish uchun 2 yil muddatga beriladi, 24 oyga 6 oy imtiyozli davr bilan bo'ladi. Jihozlash uchun, uskuna sotib olish uchun esa 6 yil muddatga, ya'ni 72 oyga 3 yil imtiyozli davr bilan beriladi. Foizi Sharxon hududi ikkinchi toifa bo'lgani uchun 22% deb belgilangan. Va yana hozirda yangi produktlarimizdan, kredit mahsulotlarimizdan tezkor kreditimiz bor. Valyutada beriladi bu kreditlarimiz. Asosan bu maqsadsiz garov evaziga bo'ladi bu narsa. Garovga shu noturar bino va kamida 5 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, transport nimalari qo'yiladi garovga. Keyin buni foizlari dollarda, AQSh dollarida 12%, yevroda olinsa 11% dan beriladi. Buni muddati 3 yil muddatga beriladi bu ham. 6 oy imtiyozli davri bor. Bu ham yaxshi nimalarimiz. Keyin xo'p, YTTlarimizga yana nimamiz bor, kreditlarimiz, bu shu moliyaviy ko'mak, bu ham garov evaziga beriladi. Yillik 24% hisobida beriladi. Asosiy o'zini hisob raqamiga tushiriladi. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol Xalq bankiga murojaat qilishingiz. Sizning ishlab chiqarishimiz bor. Agar berasizmi? Ishlab chiqarishingiz bo'lsa, YTT ochilgan bo'lsa, ochilgan. Hozir bu yerda emas, Samarqandda ishlab chiqaramiz. Shotingiz qaysi bankda? Shotingiz o'tishingizga. Olishga. O'zgartirsangiz,